Hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Vətən müstəqillik görüşüge tosqunluq qılğan Eysa Yusuf Alibdekindək şəxslərni əsləş fəaliyyətləri yaqınqı günlərdə muhaciratda yaşayotgan köp qism Uyg'urlar və Türklər arasında hər yilqiga o'xshash canlanıb ketdi. Gerçi Şərq Türkistan sürgündü hükümeti, Şərq Türkistan sürgündü hükümetining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi pat-pat buni suhbatlarda va axborotlarda xalqimizning samiga selib kelayotgan bo'lsa-mu, bu yil hukumat rasmiy bayonot e'lon qilib, Xitoydan avtonomiya talab qilib, vatan mustaqillik ko'rishiga to'sqinlik qilgan bu atalmish apandilarning qilmishlarini ayblab xalqimizni ogohlantirdi. Şərq Türkistan sürgündü hükümetinin 21 dekabr günü bununla aloqador e'lon qilgan bayonotida mundaq deyildi. Şərq Türkistan sürgündü hükümeti Xitoy ishg'olchi hokimiyatining hamkorlashuvchilarini Şərq Türkistanning mustaqilligi, egilik huquqini asliga keltirish uchun kurash qilgan, jonlarini qurbon qilgan, fidokorlik ko'rsatgan Şərq Türkistanning haqiqiy rahbarlari bilan bir o'ringa qo'yish urinishini qattiq ayblaydi. Bu xil tirishchanliklar milliy erkinlik va mustaqillik ko'rishimizni qasddan oyoq osti qilishni maqsad qilgan tarixiy to'qilma va siyosiy buzg'unchilikqa uchratish qilmishidan iborat. Tarixiy xotirlarda intayin aniq qilib ko'rsatilganki, Eysa Yusuf Alibdekin Sharq Turkiston mustaqillik harakatining rahbari emas. Eysa Yusuf Alibdekin Xitoy ishg'olchi kuchlarining manfaatiga izchil xizmat qilib kelgan 1933 yilidan 1934 yilgacha davomlashgan birinchi qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyeti va 1944 yilidan 1949 yilgacha davomlashgan ikkinchi qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyetiga qarshi chiqqan Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish da'vosini tamoman raydan chiqarishga tirishgan Xitoyning hamkorlashuvchisi. Xitoy ishg'oliyatchilarining siyosiy quroli sifatida qo'llanilgan Eysa Yusuf Alibdekin mustaqillik va egilik huquqini asliga keltirish talabini Xitoy xo'jayinlarining boshqarishi ostida atalmish avtonomiya va kultural haqlarini qo'lga keltirish degandek bo'yin egdiradigan so'z orqali xalqimizni aldatish, qo'ldiritish uchun aktiv ishlagan. Eysa Yusuf Alibdekin va atalmish uch apandini qahramon deb tasvirlaganlar davlat arbobi yoki ulgisi qilib afsonaviylashtirayotganlar buni nodonligidan emas, balki siyosiy jihatdan moslashish yuzasidan qiladi. Ular o'xshash hamkorlik yo'lini tutib, millatimizni mustaqillikdan yiroqlashtirib, Xitoy mustamlikachiligiga moslashishga tirishadi. Sharq Turkistonning mustaqilligi o'rniga Xitoy hukmronligi ostida avtonomiya va inson haqlariga erishish degan so'zlar tasodifiy o'tirg'a chiqib qolgani yo'q. Bu o'tgan asrda Eysa Yusufning o'zidan boshlab taraqqiy qildirilgan va mukammallashtirilgan Xitoy ishg'olchi kuchlarining ishg'oliyatining mustahkamlanishi, mustamlikachilikni ilgari surishi va orqaga yanmaydigan darajada qirg'inchilik qilishga vaqt chiqarish uchun oldin laylangan Xitoyning planliq strategiyasi. Eysa Yusuf Alibdekin va atalmish uch apandini maqtaganlar o'zlarining xiyonat xotirasini o'chirishga tirishganlar. Ular haqiqiy milliy kurash, qarshilik ko'rsatish, to'liq mustaqillik bilan Xitoy bilan hamkorlashish, ya'ni Xitoy hukmronligi ostida avtonomiya va inson haqlariga erishish o'rtasidagi chek-chegarani yo'qotish orqali o'zlarini tarixning hukm qilishidan qo'g'dab, varislik qilib kelayotgan xiyonatning belgisining qo'yilib qolishidan qutulishga tirishadi. Bu farqni yo'qotishga qaratilgan har qanday urinish birla maqsadga xizmat qiladi. U bo'lsa-mu, Sharq Turkistonning Xitoy ishg'oliyati va mustamlikachilik hukmronligini vatanimiz mangulik yutib olinguncha va xalqimiz mangulik yo'qotilganga qadar uzartish. Sharq Turkiston sürgündü hükümeti shak shubhasiz shuni jakalaydi-ki, Sharq Turkistonning mustaqilligiga xiyonat qilganlar Sharq Turkistonning davlat odamlari, qahramonlari va afsonaviy rahbarlari bo'la olmaydi. Aniqki, ular Xitoy ishg'oliyatining g'olchilaridir. Millatimizning kelajagi Sharq Turkistonning mustaqilligi va egilik huquqining to'liq asliga kelishidan boshqa hech qanday narsani talab qilmaydigan fidokorlarning qo'lidadir. Doktor Mamtimin Ala apandi ijtimoiy axborot vositalarida mazkur bayonotni ham bayirlab, siyosatda qahramoningni ayt. Men sana kimligingni aytib beray. Agar sen xoinga cho'qinsang, senmi o'xshashli xoinsan dedi. Hukumatning mazkur bayonoti Asianet News xabar to'rida 22 dekabr kuni tafsiliy xabar qilindi. Sharq Turkiston sürgündü hükümetining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor kommunizmda xudo yo'q. Xitoy o'zining hukumatini eng qudratli kuch deb biladi va Uyg'urlarning cho'qinishini umid qiladi dedi.
Trump xabar torida 17 dekabr kuni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga aloqador bosh maqolalar yo'qolib ketgan bilan vahshiyliklar yo'qolib ketmadi nomli bir maqola e'lon qilindi. Maqolaning qisqacha mazmuni mundaq. Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar dunyoning diqqati boshqa yerga burilgan bo'lsa-mu, Xitoy Kompartiyasining qo'lida qo'rqinchli zulmlarga duchor bo'lmoqda. Uyg'urlar turk tilida so'zlashadigan Sharqi Turkistonning asli xalqlari bo'lib, ular bu zaminni o'zlarining haqliq ona yurtlari deb qaraydi. Xitoy bu joyda qattiq zulm qiladi. Diniy va milliy kimligidan ayirib bo'ysundirmoqchi bo'ladi. Amerikalik Uyg'ur diplomat Salih Xudoyor kommunizmda xudo yo'q. Xitoy o'zining hukumatini eng qudratli kuch deb biladi va Uyg'urlarning cho'qinishini umid qiladi dedi. Xitoyning qiliqlari bugungi tarixdagi eng keng ko'lamlik va rangsiz bostirishlarning biriga aylanib, atalmish Şinjanni dunyodagi eng qattiq nazorat qilinadigan nazorat davlatlarining biriga aylantirdi. Hozir Uyg'urlar 100 minglagan bexatarlik tekshirish punktlari va millionlagan kuzatish kameralarining kuzatishi ostida qoldi. Hukumat xodimlari ularni maktab, ishxona, masjid, savdo markazlari, vokzal yoki ko'chalarda piyoda manganda yoki mashina haydab manganda nazorat qiladi va so'roq qiladi. Umumyuzlik bexatarlik apparatlaridanmi qo'rqinchli bo'lgani yuzlagan kasbiy tarbiyalash o'rinlari va qayta tarbiyalash markazi deb atalgan jazo lagerlari. Bu markazlarda 1 million 100 mingdan 3 milliongacha Uyg'ur tutib turilmoqda. İçide tutup turulğuchilarning qalaymaqon urib etish, majburiy dori ichkizish, majburiy tug'mas qilib etish, och qo'yish, majburiy emgakka selish, bosqinchilik qilish va qiynash qatorliq qilmishlarga uchraganligi xabar qilinmoqda. Salih Xudoyor insonlarning hech qanday xatoligi bo'lmagan holda jazo lagerlariga qamaladiganligini, Xitoy o'rinlarining psixik va jismoniy besim ishlatish orqali milliy va diniy kimligidan tanishga, Xitoy davlatini qabul qilishga majburlaydiganligini aytdi. U yerda e'tiqodidan voz kechishni rad qilganlar, Xitoy kulturining ustunligini e'tirof qilishdan qochganlar o'ldirilishi mumkin. 2021 yilning boshlarida Amerika prezidenti Donald Trumpning tunji vazifa o'tash muddatining oxirgi kunlarida davlat ishlari kotibi Mike Pompeo boshchiligidagi tashqi ishlar ministrligi bu sistemalik zo'ravonliklarni rasmiy holda irqiy qirg'inchilik deb atagan. Adliya ministrligi Amerika qonunining 17 moddasining 1091 tarmoq moddasiga asosan irqiy qirg'inchilik deb ta'bir bergan. Pompeo Xitoy katibaşlarının aciz milliy va diniy osonlik guruhini majburiy assimilyatsiya qilish va oxirida yo'qotish bilan shug'ullanayotganligini aytgan. Bu e'tirof nurg'ulg'an davlatlarning majburiy emgak orqali ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan shirkatlarni jazolashiga yo'l ochgan. Ammo Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga bo'lgan diqqat chekingan bo'lib, buning sababi birinchidan Xitoy bu bayonlarni qayta shakllantirishga zo'r mablag' solgan. Xitoy hukumati nurg'ulg'an chet ellik jurnalistlar va ta'sir kuchiga ega kishilarni o'zi yetaklab mazkur rayonni sayohat qildirgan. Potemkin uslubidagi sayohatlar reallikni yoshiradi. Atalmish Şinjanni tinch va gullangan qilib tasvirlaydi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy hukumati iqtisodiy kuch qo'llanib shirkatlarning yurgizayotgan siyosatlarini tanqid qilishni to'sgan. Ikkinchidan, hozirgi Trump hukumati inson haqlariga tunji navbatlik vazifa o'tash muddatiga qaraganda ancha qiziqmadi. Kabin butunlay o'xshamaydi. Javobgarlikni talab qiladigan amaldorlar, masalan, Mike Pompeoga o'xshash, endi o'rnida emas. Uchinchidan, dunyoda cheklik miqdorda vahshiylikka diqqat e'tiborini berish bor. Yaqinqi yillardan buyon ruslar, islomchilar va boshqalar tarafidan yuz bergan krizislar xabarlarning asosli temasi bo'lib keldi. Buning sababi bu vahshiyliklarning Xitoyning yirik va qattiq kontrol qilingan atalmish Şinjan rayonida yuz berayotgan voqealarga qaraganda texmi ro'shan va tushunishlik bo'lishidir. Lekin Uyg'ur xalqi tushungili bo'lmaydigan darajada zo'ravonlikqa duch kelyotidi. Ularni o'rab turgan jimjitlik intayin andishlik. Hozirgi davrda Xitoyga o'xshash rayimsiz hukumatlar bargan sari kuchayib, texim ko'p kishilarga hukmronlik qilishga boshlaydi. Ammo bu taraqqiyotlar texim ko'p yangiliklarni elib keladi deyildi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor Uyg'ur irqiy qirg'inchilikqa yo'qolmadi, ammo qirg'inchilikqa aloqador bosh maqolalar yo'qolib ketdi. 2026 yili yaqinlashganda Xitoy ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkiston mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilikqa, insoniyatga qarshi jinoyatlarning maydoni bo'lib qolgan bo'lsa-mu, hukumatlar, axborot vositalari va hatto fuqarolar jamiyatlari, hukumatsiz tashkilotlarmi uyatsizlik bilan bu ishga ko'z yummoqda dedi.
O'rtada yüz nechinchi ota bobolardan tortib ota miroslarga varislik qilib kelayotgan, kecha kunduz ter to'kib mehnat qilib yashayotgan bir xalq turibdi. Bu xalq to'pi o'zlarini ozodlikqa erishtiradigan har qanday tuyg'uda, irodada bir-biri bilan o'rtaqdir, tilakdoshdir. Har biri bu qiyinchiliklarga va bu xo'rliqlarga qarshi zardisi qaynab turayotgan beayni millatchi nafarlardir. Bugungi kunda xalqning nazariga ilinay degan har qanday kishi oldi bilan cho'qim shu xalqning millatchi xalq ekanligiga qoyil bo'lishi, yurt vatanda bosh ko'targan milliy jarayon, milliy uyg'onishga moslashishi zarur. Afsuski, ta hozirgacha millatchi degan bu nom yolg'iz biror guruhga deyilib kelmoqda. Shundaqla ushbu guruhning jimi harakatlariga dushmanlarcha baho berilib kelmoqda. Hatto bu guruh shuncha ajr qilib yurt va millat uchun foydali bo'lgan tashabbuslarni o'tirg'a qo'ysa, tap tortmasdan ularning tashabbuslarini yurt vatan uchun ziyonli qilib ko'rsatishlar bo'ldi. Har nima bo'lgandimi millat mujodilasi shaxsiy g'arazlar tufayli mansab mujodilasiga o'zgarib ketmagaydi deb ansirab turmoqdamiz. Napoleon millatni buyuk millat qilgan mana men deganida boshqa generallar qo'pib, chunki millatni buyuk qilgan biz bor edik degan ekan. Bizning bundoq bir ideyani qilmaganligimiz hammaga ayon. Millatchilarning yurtqa qarta zahar ishlab chiqarayotganligini idea qilish amaliyotda ularga qarg'ulacha dushmanlik qilishdan boshqa ish emas. Manba Erkisi 1949-yili 22 may. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Burhan Muhammad. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.